Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Allohga shukr, bugun 8-kun. Uroza 8-kun o'tib bora endi, так скажем. Shulay, nechik onda saylov o'tkazishindi. Bir narsa o'zgardimi? Boshqirdistonda, Tataristonda boyib ketdingizmi? Xalqni boyitdimi Putin hayvon? Yozig'iz kommentariyada kim qo'yda boyigan, kim narsali bo'lgan, mana shulay birlarni narsa sizga berdi bu saylov. Rahatlandingizmi? Nechik вообще bo'ldi bu? Mana shunday hal. Yozig'iz. Bizda mana shulay pagoda. Kela yova.